Xo'p, atrof muhitni ko'rishlaring mumkin. Qanaqangi chiroyli manzara, qanaqangi chiroyli. Oddiy ko'chalarda xuddi shunaqangi. Bu yoqda xiyobonlar ham bor. Adashmasam veterinariy yarmarkami mustaqillik kuniga narsa bo'lganmi, shuning uchun shunaqangi narsalar qolib ketib qolgan oldin. Xullas qaranglar. Menga eng yoqqan narsa bu yerda shanoringlar. Bunaqangi xiyobonlar, daraxtlar, keyin palmalar, keyin gullar hamma joyda. Kamga bunaqangi sharsharasi ham bor. Bizim shu uchamizni topib oldim-ku men. Minosh. Chatdi. Bizamni shucha. Shuni ham bezor qildi, yana bittasi qo'yapti ekan mana bu yerda. Ertalabdan uyg'on. Xo'p, mushuda erkalatgan harakat qilaman, bilmadim qanaqangi reaksiya beradi. Qo'rqib ketmasam bo'ldi. Assalomu alaykum. Sharincham. Meni ham O'zbekistonda o'zim uyimda senga o'xshagan mushucham bor edi. Xo'p, bechora mushuchamizga ham qizig'i yo'q ekan, mazza qilib yotibdi. Farqi ham yo'q, beg'am. Menimcha bunaqangi atmosferada mazza qilib o'tirib, gapirish, ertalabdan saharga chiqish ko'pchilik xohlasa kerak. Bu hayotni nafaqat yashagan balki dam olganni juda ham zo'r. Bu shunchaki boshqacha atmosferani beradi har kuniga. Bilmasam shunaqangi qilib ushirardim. Nuqulman dengiz ichiga kirib olganligimda shunaqangi to'lqin bo'lishi kerak, shano'rida. Mana yana bittasi kelyapti. Yo, shunaqangi chiroyli to'lqin bo'lsa gap yo'q, lekin unaqangi kuchli to'lqin bo'ladigan bo'lsa, inson baribir qo'rqadi, to'g'risi. Chunki bu taraf ochiq dengiz mana. Men bu tarafgacha kelishim mumkin. Nasib qiladigan bo'lsa, mana toshlarni ko'rishlarim mumkin. Lekin undan yog'i bo'ladigan bo'lsa, bitta xavfli bo'ladi. O'zi dengiz o'ynayapti. Hozir qayerdan bir to'lqin keladi yana. To'g'risi bu taraf ochiq dengiz. Mana to'lqin. Xo'p, bo'lmasam biz oyog'imizni yuvishimiz kerak. O'zi uyga men oyoq kiyimim bilan kiryapman, boshqa qilyapman.
Yurayapman, lekin baribir ichi to'la qum bo'lib qolyapti. Toshlar chiqyapti. Dengiz toshlari albatta. Men o'zim oyoq kiyimim kirligini qaranglar aka yillar. Oyoq kiyimim kirligini qaranglar akalar. Xo'p, tepadagini ochmasligiga harakat qilaman. Ko'chada video olayotgan paytimda atrof muhitni ko'rsataman deb ketaman, lekin bunaqangi shirinchalar bor. Assalomu alaykum. Voy, erkalashini. Voy. Mazza qilib uxlab yotishini-chi bulardi. Bunaqangi yetdi. Va mamlatini shu tishlabopti, bechorani yarasi bor ekan. Assalomu alaykum. Shu dam olib yotgan joyga sen kelolmaysan hattoki. Mazzami? Xo'p, bo'lmasam nima qilishimiz kerak? Atrof muhitni ko'rsatib ketishda davom etamanmi? Chunki va men orzu qilgan manzara. Hayotimiz nisbatan jonlanyapti bu yerda hozir. Men har doimgidek peshoboddan emas, mana shu yerdan o'taman. 2 metr berga keladigan bo'lsam peshobod bor. Lekin men mana shu yerdan o'tishni maqsad qildim. O'shan uchun biznikilarda haligi 1-2 bo'lmaydi. Yo'q, sizlar bunaqangi qilmanglar lekin. Xo'p, ketamiz. Yo'limizda davom etadigan bo'lsak, ko'rishlaring mumkin. Hozir oldin aytib o'tib ketdimmi bilmadim, lekin normal holatda bu yerda turistlar unaqangi ertalabdan uyg'onmaydi. Soat odatda ba'zi bir insonlar ertalabdan uyg'onib oladi, turistlar. Lekin asosiy qatlami bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10-11 dan keyin ko'chaga chiqishni boshlaydi. dan keyin ko'chaga chiqishadi, keyin bo'ldi, sohilga tushishadi. Ular nariga quyoshlanib yotishadi. Ularni cho'milishini ham, suzishini ham men ko'rmadim, to'g'risi lekin atrof muhit bo'ladigan bo'lsa, umuman mazza. Biz haligacha hozirgacha allaniyani ichdamiz. Shunchaki atrof va yo'q, rostdan ham chiroyli-da, bu manzaralar bor. Insonga qanaqangi bir boshqacha emotsiya beradi, zavq beradi, ishtiyoq beradi. Akamiz ham ertalabdan simit sotyapti ekan, simit olamiz. Merhaba abi. Bir tane simit verebilir misin? Abicim. Eyvallah abi. Turkiyada yashash, hayot albatta simit bilan go'zal. Hayotimiz bo'ladigan bo'lsa, boshlanyapti. Bilmadim, lekin ertalabda men o'zim yaxshi ko'rgan narsam bu Turkiyani simitini yeyish bo'ladi. Ko'pchilikga bu simit yoqmaydi, lekin bilmadim, men uchun bu eng shirin narsalardan bittasi. Men o'zim yeb o'rganganligimgami, Istanbulda ham maza qilib yeyman. Bu to'g'risi bu boshqa narsa. Buni yeydigan bo'lsalaring maza qilasizlar. Tem bo'la bunaqangi manzarada. To'xtanglar. Salafanni cho'ntagimga solib qo'yay, chunki ko'chada ko'tarib yurish salafanni o'zini jicha g'alati bo'lyapti. Xo'p.
Biza davom etamiz yo'limizda. Qizig'i yo'q, ko'ryapsizlarmi? Alaniyada bo'ladimi, Antaliyada bo'ladimi, Galatasaroyda muxlisi baribir o'zini bayrog'ini osib qo'yadi. Va biz shunaqangi simiklar bilan davom etamiz. Xo'p, yo'q, atrof muhit menimcha qiziq bo'ladigan bo'lsa kerak. Hayot vashshi. Menimcha Alaniyadagi videoyimni men ikkita bo'limga bo'lib chiqaradigan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyin akalar, mabodo nariga ishlashga qiziqadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, Antaliyada, Alaniyada men o'zim surishtirdim, gaplashdim. Endi normal holatda askar hujratni berishadi, lekin siz qanaqangi malakali bo'ladigan bo'lsangiz, tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, hamma joyda inson o'zini pulini nisbatan ko'proq topadi. Gaplashadigan bo'lsam, ular aytishdiki, xo'p, aytishgan insonlarimiz xo'p, yabanchi dil biladigan bo'lsalaring, ruschami, inglizchami ko'proq topasizlar. Agar oldin ishlagan bo'ladigan bo'lsalaring ko'proq topasizlar. Lekin bekorga aytishmaydi. Har yerda qilmagan orzu, har yerda boshqa orzu. Sohilni bo'yidan ketamiz akalar. To'g'risi, atrofimizga shunaqangi chiroyli, inson prosta aylanib maza qiladi bu yerda. Ko'p narsa kerak emas, shunchaki aylanasiz, bo'ldi. Piyoda aylanasizmi, boshqada aylanasizmi, xullas bitta simit bilanmi 20 telali. Zato mazada. Lekin aylanganni chiqish kerak maza qilib. Xo'p, Antaliyaga ketadigan bo'lsalaring to'g'ri ketasizlar ekan. Men o'zim tarafdagi sohaga tezroq yetib borishga harakat qilaman. Akalar, Alavuddin bor ekan. Alavuddin bo'ldi. Eronga borib qani. Bunisini bilmadim. Lekin men topib olgan narsa afsuski qizig'i yo'q. Antaliyadami, Alaniyadami hamma chiroyli joylarda ham shunaqangi kimsasiz joylar bor. O'shaning uchun joy unaqangi o'zimizda bo'layotgan bunaqangi holatlarga neto qaramasalaring ham bo'laveradi. Menimcha o'tib olmasam kerak. Chunki mashina to'xtagan. Mashina to'xtamaydigan bo'lsa, bu tarafdan hozirman o'tib olgan bo'lardi. Mersi. Bizni qizaloq maza qilib o'ynab yuribdi. Nima ham deydi? Bir dona simit va inson xursand. Misol uchun, zachем men xursandman. Turkiyani mana shu atmosferada his qilib olganim men xursandman. Va albatta dengizning qarshisida 20 telali simit yeyish bu insonga boshqacha zavq beradi. Chunki inson baribir
shunaqangi oddiylik narsalarni yaxshi ko'radi. Va bu atmosfera shunchaki men uchun misol uchun zo'r. Bizni jonajon dengizimiz.